Assalamu alaykum dostlar. Mine bugun biz Bozotau rayoni Erkindaryo APJ aymog'idamiz. Aymaqqa biriktirilgan hakim jardamchisi ko'magi o'sha aymaqda jasovchi Qo'jametova Gavhar apamiz 12%lik 33 million kredit olib, bu kreditga 16 bas eshik olgan. Hozirgi kunda eshiklar egizdan to'p, eshiklarning bas soni 31 ga yetgan. Video davomida apamizning жұмыс iskerligini sizlarga tanishtiramiz. Men Qo'jametova Gavhar, Bozotau rayoni turg'uni Erkindaryo APJda turaman. Prezidentimiz tarafidan ajratilayotgan kreditdan alib 12%lik kreditdan 33 million aldım. Bugungi kunda esa 33 million kreditimga 16 bas eshik aldım. Eshiklarim to'p, yegizdan to'di, 31 basga jetdi. So prezidentimizga rahmat aytaman ko'p.